踏实干，乌兹别克踏实干。 mahkam tut, baxtga yetguncha. Hijronlar chorrasa ketma yonimdan, qalqon bo'l ko'nglimdan qayg'u ketguncha. Yuragim oynasi sinmasin chilchir, qo'limdan mahkam tut, baxtga yetguncha. Qarzinglar bilan olib turaman sizlar. Marhamat, ana endi oila vakillari taklif qilamiz sizlar ham. Oilamiz ustunlari bo'lgan insonlar, otajonim, onajonlar ham. Birodarlar, yurtlarimizda Koreyaga, Xitoyga erga tegayotganlar ko'payyapti. Odamzod bir narsaga hech tushunmaymiz-da. O'sha qizini Koreyaga, Xitoyga turmushga berayotganlar musulmonlar hisoblanadi. U tegayotganlar ham musulmonman deydi. Lekin Alloh subhanahu va taolo mushrikka erga tegishlikni mu'minlar uchun harom qilgan. Hattoki mushrika ayollarni mu'min erkaklar olishni ham Qur'onda harom qilgan. Ahli kitobga uylansa bo'ladi. Ahli kitob Yahudi nasorolardan ahli kitoblar bor. Ana shularga uylansa bo'ladi, lekin mu'minalar turganda birinchi avvalo mana shularga nikohlanishlik kerak. Endi hozirgi kunimizdagi bu Koreyaga ketayotganlar videolar tarqalyapti. Ayollar turib olib firma qilib olgan, odamlarga tanishtiryapti. Borsang ering yaxshi ovqat qilib berishing kerak, karis tilini yaxshi bilishing kerak, boshqa. Birodarlar, u karis tilini bilishi qo'ying, u yaxshi ovqat qilib berishini ko'ring, u mumkin emas u. Mushrikka, iymoni bo'lmagan odamga muslimani erga tegishligi mumkin emas, harom amal u, harom. Alloh taolo Qur'oni Karimda buni harom deb turibdi. Boshqa bir oyatda astauzu billahi innamal mushrikuna najasun. Mushriklar deydi Alloh taolo. Najas, ahlat deydi. Ahlat iflos narsa deydi. Mushriklar iflos, najosat. Biz mo'min musulmon bo'la turib, mo'min musulmon odam bilib turib, farzandimizni o'sha karisga berayotganlar. Nimani hisobiga beryapsiz desa, asosiy moddiyligiga qarab qolganmiz, birodarlar, moddiyligiga. Bularni biz o'zini roziligi bilan turmushga beryapmiz, balki qullikka beryapmiz desak rozi bo'ladi. Qullik bu. Ochiqchasiga hozirgi odam savdosini boshqacha ko'rinishi. Biz qoyil qolmagan joyimiz ana shu firmalarni tashkil qilib qo'yganlari musulmonlar. Qanaqa qilib? Birodarlar, biz shunaqa yomon millat bo'ldikki, farzandi zurriyotlarimiz, ahli ayolimiz endi bularni kerak bo'lsa pul uchun g'oyri dinga, mushrikka sotyapmiz. G'oyri dinga, mushrikka. Najas bo'lgan, musulmon, haromxo'r bo'lganlar, g'irt haromxo'r bular. Na dini bor, na boshqasi bor. Mana shularga qizlarimizni qul qilib sotyapmiz. Aqlimizni ishlatmaymizmi, birodarlar? Qani bizning holatimiz? Mo'minmiz, musulmonmiz, o'zbek degan millat bor. O'zbek degan millatni g'ayurligi qolmadi hozir. O'zini bolasini, o'zini qizini, bola chaqasini mushrikka, digsizga, kofirga sotyapti. Nima uchun? Pul uchun sotyapti. Vohalarga siz, vodiylarga chiqsangiz, mana shu holat ketyapti bir chetdan. Hech kim bilmayapti deysizmi? Bilib turibdi. Qachonki mana shu narsalar ijtimoiy tarmoqqa chiqib odamlar, birodarlar, ko'zimizni ochishligimiz kerak. Alloh taboraka va taolodan qo'rqishligimiz kerak. Ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda odamlar aytayapti, shu Koreyaga bizdan kelin qolib ketganlarni deydi, bitta xonadondan 2-3 ta odam ham xotin qilib yuribdi qizlarni deydi. Otasi ham, bolasi ham, aka-ukasi ham. Shunga rozi bo'lib shuni jo'natayotgan ota-onalar qancha pul beradi? Shu qizingizni uzatib olib ketayotganga qancha beradi? Nari borsa 10 ming dollar pul berayotgan ekan. 100 million so'm. Odamning qadri shu darajada past bo'lib ketdi, birodarlar. 100 million so'm uchun mo'min musulmonni g'ayri dinga, kofirga, najosatga sotyapti. Alloh taolo vaholanki Qur'onda uni bayonini keltirib turibdi. Mushrik, najosat bular deb turibdi. Mana shularga musulmonlar rozi bo'lib farzandini sotyapti. Endi bular qanaqa ota-ona, qanaqa jamiyatda yashayapmiz, birodarlar? Islomni o'rganishligimiz kerak. Dinni o'rganishligimiz kerak.
Alloh taolodan qo'rqishlik masalasi. Bu narsalarni Xudo taolodan qo'rqmayotgan odamlar qilyapti. Agar Alloh taolodan qalbida biroz qo'rqinch bo'lganda bu narsalarni qilmas edi. Lekin ming afsus, mana shu narsani nima qilyapti? Qo'rqmagan holatda qilyapti. Millat bugun ayollarni to'g'rilab olmayapti. Ko'cha-kuyda yurayotgan ayollar bor, ko'ryapsizlarmi? 60 ga kirib qolgan, 65 ga kirib qolgan, jilet kiyib, sidirib yuradi. Bu yoqda yosh yigitlar bakalashkalarni otib, pistalarni chaqib yuribdi. Bunaqa xor millat qayerda bor, birodarlar? Shular ham kimnidir onasi, kimnidir qizi, kimnidir farzandi. Ayol, islomda ayolni qadri, qimmatini Alloh taolo ko'tarib qo'ygan. Biz hozir holatimiz pul uchun, arzimagan narsa uchun farzandlarimizni nima qilyapmiz? Qul sifatida sotyapmiz. Tabiiyki qul bular. Borgandan keyin hammasi baxtli hayot kechiryaptimi? 10 mingtadan bittasi baxtli hayot kechirib ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin qolgan ko'p qismini video murojaat yo'llab, hali elchixonaga, hali prezidentga, hali xalqqa olib ketinglarman deyapti. Hojatxonada yashayapti, bir xillar bosh joyda yashayapti. Birodarlar, millatimiz hozir mana shunday holatga jar yoqasi kelib qoldi. Mana shu ishni qilayotganlar, shuni halol sanab olgan, shu firma ochib, shundan daromad ko'rayotgan, bilib qo'yinglar, topayotgan hamma puli harom shularning. Hamma puli harom. Mana shu narsalarga azizlar e'tibor berishligimiz kerak. Yaxshi insonlar operatsiyamga pul yig'ishga yordam beringlar. Operatsiyadan ham qutulib olay. Operatsiya o'zim yengil nafas olgim kelyapti. Operatsiyamga pul yig'ishga yordam beringlar. Qizim Ominaxonga hozirda operatsiya pullarimizni yarimidan kamroq shu 20 ming yig'ildi. Undan 25 mingini operatsiyamiz uchun kerak bo'lyapti. Iltimos qilib so'radim. Saxovat 5-inchi xola. Qizim uchun iltimos qilamiz dedi. Ehsonlaring ayamanglar. Men to'yib havoda nafas olsam, yoshlarga o'xshab o'ynab yurishni xohlayman. Bolachalarga o'xshab o'ynashni xohlayman. Sizlardan iltimos qilaman. Allohim hammalaringni asrasin. Allohim sizlardan rozi bo'lsin. Men ham yaqin bo'lgan e'tibor qilinglar. Rabbana ayting. Rabbana atana. Bidina hasanata va fil akhirati hasanata va qina azabannar. Rahmatga arhamar rahim. Allohim o'tganlarga qo'yganlarni ham azoblayni o'z qo'lingga. Rahmat qizim, siz ham sog' bo'ling.